Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa mana ikkita eshik, ikkita romni yana bitta fayzli xonadonimizga o'rnatib berdik. Bitta ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Xo'p, romlari 3 qanotli bo'lgan, o'rtada esa ochilmaydi, ikkita chekkasi ochiladi, prozrachniy ayni qo'yilgan. Eshiklarimizga jilkali gulli oynalar qo'ydirganmiz. Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli chiqdi. Qulublari magnit mexanizm Fridaniki. Oshim oshiqlari ham o'yma, universal oshim oshiqlardan. Xudo xolasa chiroyli chiqdi ishlarimiz. Yopilishlari ham har doimgidek bitta barmoqda degandek. Koronalarni ham chiroyli qilib, nalishnilari tiyaga nalishni bo'lgan. Romlarga akfa mexanizm o'rnatganmiz. Ichkarini hozir ochib yopib bir qator ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana akfa mexanizm qo'yilgan. Bu tarafda qarshiliklarni ham o'yib qo'yganmiz. Yopilishlari ham xudo xolasa Ashi cho'tki bo'lyapti. Bular ham akfa mexanizm. Ishlarimiz xudo xolasa chiroyli chiqdi. Yurak-ayni qizartirib qo'yib, podpiska bo'lishi esdan chiqmasin.